sanat, sport yo'nalishida shu oboraman tadbirkor mashg'ulot boshqarishga boshim qo'rib shunaqa yotolmayman, shu kechasi bilan yotolmayman. Nimadan bo'lsa vatan haqida ozgina xulosa beradigan, urg'u beradigan yoshlarimiz bor. Vatanparvarlik, tuprog'imizni toza saqlash ham vatanparvarlik. To'g'rimi? Tuprog'ingni ko'zingga sut uchun o't yoqib deydi-ku. Biz vaqt qo'shimimiz yozib bu ham gap bilan bo'ladi, ham qo'shiq bilan. Qanchalik ifoda beriladi? Bilmadim endi, chiqarib berishga harakat qildim. Albatta o'zim vatandash. Unda qalbida tug'yon bor, uni qalbida jasorat bor, uni qalbida vatan bor-da. Bular mana shu hosil qilgan fikrlarni bildirib ketadi. Ish qurolini sozlasa, estafeta bularniki, estafeta degani mana shunaqa ishlarni mana shu ustozlarimiz qilishadi bizlar. Sizlarni mana shu yerda mana jamoat harakat qilamiz. Mana shu avtomatni ham biladi, bombani ham biladi, hamma narsani biladi. Shuni to'g'ri tushunishimiz kerak. Endi sizga kelamiz. Urush to'g'risi, ozgina bo'lsa ham O'shanda ekan o'rtoqlar ko'pchilik televizorlarda ko'rgan. Mana butun vatanparvarlik televideniylarida omad tilayman, sog' bo'ling. Vatanni saqlanglar. Yaxshi qizlaring mana shu sizlarni yaxshi harakatlar. Kattakon rahmat aytadi. Hamda tugagan yo'q, barbolar. Rahmat sizlarga. Mana shu yo'lib ketdi-da hozir. Qarang, shunda telefonni oldida hammalarni kitob bo'ladi, jasorat bo'ladi, baxtli bo'ladi. Bu kishini dalalarida rayon gazetasida direktor o'rinbosari ishlaydi. Va ana bu sizlarga ibrat bo'ladigan narsalar qoldirib ketadi. Jadidlar bunchaki maktabda bormi, maktab direktorlari bormi? Jadidlar bunchaki bormi? O'shanga qo'shib oladi. Bilmasalar shu qo'shiq qaydan qo'shiqlar tushunadi. Jadidlar to'g'risida fikriy qo'llashdi. Qancha yigitlar uzunda tog'li hududlarda mana birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich bor. O'sha uzunda o'sha endi vaqt men uchun qarmat ekan. Men endi vaqtdan foydalanishga beradi. Mana shunday o'zini ko'rsam, qarashib qolgan qolgan o'yinni